Mahallada bitta bo'lsin, ko'rganlar havas qilsin deganlarga darvozani nomeri adini. 320 ga 320 shu turishi 11 million aksiyada. Mana bu darvozamiz ham aksiyada 330 ga 350 razmerda. Qadrdonlar, mana shu ikkala darvozamizni 11 millionga berib yuboramiz. Bugun biz Farg'ona viloyati Bog'dod tuman Samandar aka yetib kelganmiz. Nomer adin haqiqiy tajribali ustalardan. Kraskalari o'chmaydimi, ko'chmaydimi deganlarga haqiqiy toza kraskalardan ishlatilgan kraskalar o'chmaydi, ko'chmaydi. O'zbekiston bo'ylab olib borib o'rnatib berish xizmatlari bor. Xudo xohlasa videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, zo'r qilib obzorini qilib beramiz. Kvadrati necha pul, qanaqangi xizmatlar ko'rsatishadi, hammasini yoritib beramiz. Sizlardan bitta iltimos. Mana shu mehnat qilayotgan turgan akalarimizning mehnatini qadrlab, bitta laykni bosib tursangiz, obzorimizni boshladik. Asrorbek ukam hormang endi. Assalomu alaykum. Yaxshi oldingmi? Rahmat, Allohga shukr. O'zingiz yaxshimi? Rahmat. Darvozalarda zo'rlar yig'ilibdi inshaalloh. Ha, Xudo xohlasa. Bular endi ko'pi zakaz o'zi. Chiqib ketadiganlar ham asosan zakaz. Bu yerda ikkita darvozamiz aksiyaga qo'yganmiz, shu xalqimiz uchun. Qolgan hammasi chiqib ketadigan darvoza. Darvozalar, Xudo xohlasa. Bir boshidan boshlayveramiz aka. Bu darvozamizga keladigan bo'lsak, bu darvozamiz Toshkentga chiqib ketadigan darvoza. Xo'p. Razmeriga keladigan bo'lsak, razmeri bo'yi 343 razmerda tayyor bo'lgan. Eni 310 razmerda tayyor bo'lgan. Materiallari 1.8 listek qavat bo'lgan, shumkali. 1 kvadratini 1 million 100 mingdan tayyorlab berganmiz. Zakazga ham 1 million 100 dan tayyorlab beramiz. Xo'p, endi buni misol shumkali deyapmiz. Shumkalikda nima vazifasi bor? Nima shumkali foydasi bor? Endi ana urganda ham u yog'iga anaqa taxt berilmaydi, gub beriladi. Hovliga ham, uyga ham ko'chadan shovqinlar o'tmaydi. Hali yo'l bo'yida yashaydigan, mashinalar serqatnov joyda yashaydiganlar uchun juda ham qulay, to'g'rimi? Shovqinni kirgizdi. Endi baquvvat birinchi o'rinda zohirlar xizmat qiladi. Uni profillari ham, ichki profillar, qo'rg'a profillari hammasi qora oltiga to'g'ri kuydirilgan, qalindan ishlatilgan. Bu betdagi hamma darvozamizda 8 lik shivillari bor, zamonga zuber zamak bo'ladi hammasiniki. Mana shu turishi, ofshi summasi necha pulga bitdi? 10,5 millionga tayyor bo'lgan. 10,5 millionning ichida olib borib ustanovka qilib berish ichida. Ichida, hamma yo'q. Zo'r. Mana bu darvozamiz ham o'zgacha fasoni bo'ldi. Ha, bu darvozamiz ham Xudo xohlasa yangilik, o'zimiz qo'ygan ustanovka bo'ladigan darvoza. Buni razmeriga keladigan bo'lsak, razmeri eni 330, i bo'yi 340 razmerda tayyor bo'lgan. Xo'p. Bunda 1 kvadratini 1 million 100 mingdan tayyorlab berganmiz. Bu ham 2 qavatli shum izolyatsiyali bo'lgan darvoza bu ham. Buni hattoki mana 2 chaspaklarigacha qalindan ishlatilgan. Gap yo'q, mana. Ranglari bir neobычный holatda chiqqan. Buni ham o'sha ichki profillari ham, qo'rg'a profillari hammasi Xudo xohlasa qalin ishlatilgan. Bu yerdagi hamma darvozamizga deokraska sachiladi. Hammasiga saqali sharni qo'yiladi. Birortasiga oddiy sharni qo'ymaymiz. Hammasini tagida shunaqa 8 lik shivillar bo'ladi. Buni ham 1 kvadratni 1 million 100 ga tayyorlab berganmiz. Ofshi summasi 12,5 million atrofida tayyor bo'lgan. 12,5 millionga. Yo, 12 million, 12,5 million aniq esimda yo'q. Shu 12 million atrofida tayyor bo'lgan. Xo'p. Endi deylik, mana shunaqangi hashamdor darvozalarda zakaz qilsa, necha kunda tayyor bo'ladi? Bu darvozamizni qo'l mehnat ko'pligini hisobiga 20 kun bilan 25 kun o'rtasida tayyorlab ustanovka qilib beramiz. Agar oddiy pechat darvozalar bo'lsa, u 1 hafta bilan 10 kungacha. Zo'r. Bu ham Xudo xolasa yangilik darvoza. Bu ham 1.8 lisdan 2 qavat bo'lgan. Qayta boshqacha ko'rinishi. Ha, yangicha. Dubayda. Ha, va mana shumkali bo'lgan. Buni hozir biz shoshilib qoldik. Bu mana bu joyida, mana bu joylarida nejavika bo'ladi. Mana shu joylarga nejavika qo'yiladi. Biz endi shoshilib qolgan hisobiga qo'ya olmadik. Bu ham 1.8 lisdan 2 qavat bo'lgan. Buni ham 1 kvadratini 1 million 100 mingdan tayyorlab beramiz. 1 million. Buni ham hozir razmeri aniq esimda yo'q, lekin shu turishi 12 million bo'lgan. Sizlarga darvoza zakaz qilsa oldindan qancha pulini berish kerak? 10-20% to'lov qilinadi. Kelishilgan holatda. Qolganini darvoza o'rnatilgandan keyin ishni ko'rib, ishda holati yoqsa pul beradi. Endi yoqmasa darvoza qaytib olib kelinadi, zakat qaytib beriladi. Yoqsa pul sanaydi. Ishonchnoma bo'lish uchun, misol uchun, darvozamni ko'rib turay, nima ishlar bo'lyapti deganlarga Telegramdan bir tashlab video tashlab turilaveradi. Hozir video tashlab turiladi. O'sha summasini qancha dedik? 12 millionga tayyor. 12 millionga tayyor bo'lgan darvozamiz, qaranglar, juda ham zo'r. Bu ham Xudo xolasa yangilik bu darvozamiz ham. Bu darvozamiz ham 1.8 lisdan, mana bu joylar 1.8 lisda 2 qavat bo'lgan. Mana bu joylari 1.8 list, 2 ustida 1 lik listi bor. Bu ham 2 qavat. Buni ham 1 kvadratini 1 million 100 mingdan tayyorlab berganmiz. Bu yangilik bu fasona, Xudo xohlasa. Ranglari ham buni neobычный qilib o'zimiz chiqardik.
Buni ham kvadrat 1 million 100 mingdan tayyorlab beramiz zakazga. Misol uchun qo'shni davlatlardan Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istondan ko'radiganlarga qanday xizmat ko'rsatasizlar? Ulardan zakaz bo'ladigan shu narxda qilib beramiz. Dastlab ustanovkasi kelishgan holatda bo'ladi. Chunki post o'tish bor, vaqt bor, kun borligi uchun kelishgan holatda bo'ladi. Agar postgacha, tamojnagacha olib kelib Shu beringlar narx desa, ichida o'zimiz olib borib beramiz. zo'r. Ham zo'r. Bu shu aksiyadagi darvozalar. Bu darvoza aksiyaga qo'yganmiz. Bu darvozamizni razmeriga keladigan bo'lsak, razmeri aniq esda qoladi. Qolish kerak 320 eni ham, bu ham 320. Dubai fason yangicha variant. Bu ham 1.8 listdan 2 qavat bo'lgan, mana shumkali. Hop, buni zakazga 1.350 mingdan kamiga tayyorlamaymiz. Hop, o'pshi summasi 14,5 millionga tayyor bo'ladi bu. Buni 11 millionga berib yuboramiz xalqimiz uchun. Yo bu darvoza qayerdandir qolib ketgan darvoza emas. Yo qurib ketib chiqqan darvoza emas. Hatto reklama uchun, xalqimiz uchun aksiyaga qo'ygan darvozamiz bu. Yo biror joydan qaytib chiqib qolgan yangi darvoza. Tushunarli. Ham zo'r. O'zi aslida shu nimadan zakaz beradigan bo'lsa qancha bo'ladi? 1.350 mingdan kamida tayyorlab bermaymiz. Bu darvozamizni aksiyaga qo'yganmiz. Bu ham yangilik, high-tech fasonda. Bu ham 1.8 listlik qavat bo'lgan, nejavikalari qo'yilgan. Bularda ham teda 8 lik shvilleri, yonnorliklari 8/8, 1.7ligi bo'lgan. Bu 1.300 mingdan tayyorlayapmiz zakazga. 1.300 mingdan kamiga ham tayyorlamaymiz. Buni ofshi summasi 15 million bo'lgan. Eni 330, bo'yi 350. Ochilmaydigan pramok qismi ham bor-da buni. Shuni hisobiga 15 million bo'lgan. Buni 11 millionga berib yuboramiz buni. Kim olsa 4 million yutadi. Zakazga ammo 1.300 mingdan kamiga tayyorlab bermaymiz. Tushunarli. Xo'p, hozir shu 11 millionning ichida qanday dastlabki ustanovka ichida? Toshkentgacha bo'lgan masofada dastlabki ustanovkasi ichida. Ichida. Tushunarli. Vodiy Toshkent bo'ylab dastlabki ustanovka ichida. Zo'r. Endi arzonroq variantdagi darvozalarimiz bular. Bular high-tech fason shtampovka varianti, listlar 1.3lik, profillar 1.5lik bo'lgan. Buni 1 kvadrat 700 mingdan tayyorlab berganmiz. Agar nejavikasi yo'q holati bo'ladigan bo'lsa, 1 kvadratini 600 mingdan tayyorlab beramiz. Zakazga qarab. Tushunarli. Hozir shuni o'sha summasi qancha bo'lyapti? 10 million bo'lgan. Razmeri kattaroq deb, buni ochilmaydigan joyi ham bor deb, pram bo'lgan. Bo'yi 370 lar atrofi bo'lgan. Tushunarli. Kattalar. Hop, bizda o'zi eng arzon darvozalar nech pulgacha? Endi 400 mingdan yasasa bo'ladi, 500 mingdan yasasa bo'ladi, lekin yo'qolashib ketadi. Biz 600 mingdan kamiga tayyorlamaymiz. Bizda 600 mingning holatimiz listlari, mana profillari 1.5lik bo'ladi, listlar 1.3lik bo'ladi. Endi undan ham arzoniga 400 mingga ham tayyorlasa bo'ladi. U o'ta yuqa, Note 8lik. Siz bo'lib qoladi, darvoza. Tunuka bo'lib qoladi, pastga. Tushunarli. Bu darvozamiz bu sharmarka listdan bo'lgan, listlar 1.3lik, o'sha refronka list ham deyishadi buni. Bu ham yangilik. Mana bu joylarga nejavika qo'yib berganmiz, rochkalarga nejavika qo'yilgan.